haftaning yana bir voqeligi bo'lgan pulli yo'llar. Boshqacha aytganda, mutlaqo yangi, shu paytgacha bizda mavjud bo'lmagan yechim. Gap avtoban deyiladigan, ya'ni yuqori tezlikda yurishga mo'ljallangan avtomobil yo'llari haqida ketyapti. Tugayotgan haftada davlatimiz rahbari shu yo'nalishdagi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimiz yetakchisiga 4 ta mega loyiha Toshkent-Samarqand, Toshkent-Andijon, Toshkent-Chorvoq va Urganch-Xiva yo'llarini qurish loyihalarining borishi haqida axborot berildi. Ma'lum bo'lishicha, 2026-yilda bitta pulli yo'l qurilishi yakunlanadi, yana 3 tasining qurilishiga start beriladi. Bu yangilikdan ko'pchilik xabardor bo'ldi. Biroq pulli yo'llarning qayerdan o'tishi, ularda tarif qanday bo'lishi, mega loyihalarni xorijning qaysi kompaniyalari quradi degan savollar ham borki, biz ularga javob olish uchun studiyamizga Avtoyo'l Invest agentligi direktori Asliddin Isayevni taklif qildik. Assalomu alaykum Asliddin aka, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. 2026-yilda 4 ta pulli yo'l quriladi deb aytyapmiz. Mamlakatimizda eksport, turizm va tranzit salohiyatini yana rivojlantirish maqsadida Yevropa, Osiyo uyg'unlashgan xalqaro transport koridorini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ya'ni hurmatli prezidentimiz murojaatnomalarida ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Ya'ni Andijonni Qo'ng'irot bilan, Toshkentni Termiz bilan, Samarqand, Shahrisabz hamda Olotni Sarosiyo bilan bog'laydigan 4000 kilometrga yaqin avtobanlar barpo etiladi. Bu bo'yicha keng ko'lamli amaliy ishlar boshlangan. Birinchi navbatda eng yirik strategik loyihalar tanlab olingan. Toshkent-Samarqandda bugungi kunda o'rtacha qatnovimiz 55 ming 60 mingtagacha kunlik transport qatnovi, vodiy yo'nalishida ham 40 mingdan ortiq, Urganch-Xiva yo'nalishida ham kunlik qatnovimiz 25 mingga yaqin. Oldin biz kinolarda ko'rganmiz, lekin bugungi kunda amalda mana pilot loyiha sifatida prezidentimiz tashabbuslari bilan Urganch-Xiva kunlik avtomobil yo'lida ham qurilishlari boshlandi. Mazkur loyihamiz ham turistik asosiy koridorlardan biri hisoblanadi. Ya'ni harakat vaqtimizni o'rtacha 20 minutgacha qisqarishiga erishiladi. Loyihalashtirish jarayonidan hurmatli prezidentimizni topshiriqlariga asosan, tavsiyalariga asosan amalga oshirilmoqda. Har bir loyihamiz. Har bir loyiha. Birinchi pulli trassa Urganch-Xiva yo'nalishida joriy yilning o'zida ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda telekanalimizda katta tahliliy ko'rsatuv ham efirga uzatildi. Biz qolgan 3 ta loyiha bo'yicha tomoshabinlarimizga boshqa qiziqarli ma'lumotlarni yetkazsak. Buni Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi avtoban loyihasi bilan boshlasak. Qanday o'ziga xosliklari bor? Toshkentdan Samarqandgacha qancha vaqtda yetib olish imkoniyati paydo bo'ladi? Loyihaning qiymati qanday? Toshkent-Samarqand pulli avtomobil yo'limiz bugungi kunda eng yirik strategik loyihalardan biri hisoblanadi. Mazkur avtomobil yo'lini qurilishi natijasida Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan harakat vaqti 2-2,5 soatgacha qisqaradi. Loyiha bo'yicha yirik investor kompaniyalar bilan muzokaralar yakuniga yetkazildi. Kompaniyalarning asosiy moliyalashtirish shartlari bo'yicha shartnoma oldi muzokaralar olib borilmoqda. Qisqa fursatlarda amaliy ishlar qurilishlari boshlanishi rejalashtirilmoqda. Mazkur loyihaga Xitoyning yirik investor kompaniyalari tomonidan qiziqish bildirmoqda. Ya'ni dunyoning top 100 talik ro'yxatiga kiradigan kompaniyalar bilan shartnoma oldi muzokara olib borilmoqda. Avtomobil yo'lida 12 ta kirib chiqish terminallari bo'ladi. Ya'ni avtomobil yo'li to'liq raqamlashtirilgan bo'ladi. Intellektual transport tizimlari 24/7 rejimda ishlaydigan. 12 ta terminal degani bu Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan hududda 12 ta kirish-chiqishdan avtomobillar trassaga qo'shila oladi. Shunaqa. Toshkentda Sergeli katta xalq yo'lidan boshlanadi va Samarqand viloyatigacha yakunlanish nuqtasi bo'ladi. Hozirgi post u mavjud yo'l. Bu parallel tushadi. Loyihani tarifi bo'yicha yakuniy muzokaralar natijasida investorlarning takliflaridan ham kelib chiqib belgilanadi. Eng asosiy tomoni yakuniy nuqtasi ham xalqimizning moliyaviy imkoniyatlari hisobga olingan holda belgilanadi. Ya'ni cho'ntakbob bo'lishga xuddi shunday fokus beriladi deb aytmoqchisiz. Ha, shunaqa. Biz 5 yil davomida loyihani to'liq tugashini kutamizmi yoki bosqichma-bosqich ham foydalanishimiz mumkin bo'ladimi? Tadqiqotlarimizga ko'ra, Toshkent shahridan Sirdaryogacha bo'lgan potokda eng yuqori transport oqimi mavjud. Muzokaralar davomida investorlar bilan kelishilgan holda, ya'ni o'sha bosqichma-bosqich yo'lni ochish, ya'ni foydalanishga topshirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi. Yana bir muhim loyiha Toshkent-Andijon pulli yo'li.
Albatta bu loyihamiz ham eng yirik strategik loyihalarimizdan biri hisoblanadi. Loyihamiz umumiy uzunligi 314 kilometr bo'lib, ya'ni Toshkentdan Andijongacha bo'lgan masofadan iborat. Dastlabki bosqichda Toshkent Angren Qamchiq dovonida o'sha 171 kilometr qismida qurish rejalashtirilmoqda. Ya'ni 33 kilometri Qamchiq dovonida tonnellarni tashkil etadi. Yangi tonnel qurilishi rejalashtirilgan. Mazkur tonnel ham Markaziy Osiyodagi eng yirik tonnellardan biri hisoblanadi. 4 polosali tonnel. 1B kategoriya bizda 120 tezlikda 100-120. O'shanga 120-150 qilib loyihalashtirilgan. Bugungi kunda harakat vaqti 5-5,5 soatgacha tashkil etsa, avtomobil yo'lini qurilishi natijasida 2,5-2 soatni tashkil etadi. Mazkur loyiha Jahon banki ko'magida xalqaro konsultantlar jamoasi, ya'ni ARUP kompaniyasi to'liq loyihalashtirish va loyiha doirasida tender jarayonlarini olib borish uchun yo'llangan tender jarayonlari yakuniga yetkazilmoqda. Joriy yilda amaliy ishlar boshlanishi rejalashtirilgan. Fransiya, Turkiya, Xitoy davlatlarining yirik investitsion kompaniyalari tomonidan qiziqish bildirilmoqda. Eng asosiy maqsadimizdan biri mazkur loyihaning qurilishi harakat xavfsizligini yaxshilashga qaratilgan. Noqulay ob-havo sharoitlarida, yomg'ir, qor sharoitlarida ham avtomobil yo'li to'liq foydalanishga tayyor holatda bo'ladi. Toshkent Chorvoq yo'li yo'nalishi hozir qaysi bosqichda? Mazkur loyihamizda umumiy uzunligi 52 kilometr. Qatarning Protocol Group hamda Koreyaning Korea Expressway Corporation kompaniyalari bilan dastlabki kelishuvlarga erishilgan. Bugungi kunda kompaniyalar tomonidan loyihalashtirish ishlari uchun xalqaro konsalting kompaniyalari jalb qilingan. 3 yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Qancha masofa qisqaradi? Bugungi kunda o'rtacha harakat vaqti 80 minutgacha. Mazkur avtomobil yo'lini qurilishi natijasida kelgusida harakat vaqti 35 minutgacha bo'lishi kutilmoqda. Teng yarmiga qisqaradi, turizm oqimi to'liq qamrab olinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda guvoh bo'lamiz. Chorvoqda mega probka degan sarlavhalar bilan videolar joylashadi. Demak, bu loyiha mana shunaqa vaziyatlarni butunlay yo'q qiladi. Probkalarni to'liq bartaraf etish uchun rejalashtirilmoqda. Studiyadagi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.